Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərini görüşünlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzurunuza sunumuz. Qaynam istiqdanlar ekranımızda olsun. Amerika Xitayğa qarşı ən qattiq eksport cheklamasi qo'yishni planladı. Biden hökuməti Xitayning asoslıq ichki saqlag'ich o'zak ishlab chiqaruvchisi bo'lgan Changjiang shirkatini o'z ichiga olgan 30 necha shirkatini qora tizimlikka kirgizmoqchi bo'lgan. Bu cheklama rasmiy e'lon qilingan taqdirda mazkur shirkatlarning Amerikadan material va qo'shimcha zapchas sotib olishi cheklandi ekan. Amerika ovozining 14 dekabrdagi xabarida bildirilishicha, Amerika Savdo ministrligi mazkur Xitoy shirkatlarini bu hafta ichida eksport cheklanadigan korxona tizimligiga kirgizganligini e'lon qilishi mumkin ekan. Amerika şirketlerining Xitoyga eksport qilayotgan mahsulotlari yuqori texnikalik mahsulot bo'lmasa-mu, ammo Amerika şirketlari eksport cheklanadigan korxona tizimligiga kirgizilgan chet el shirkatlarini mal bilan ta'minlashdan burun ijozatnomaga iltimos qilishi kerak ekan. Savdo ministrligi belgilamasi bo'yicha ma'lum shirkat eksportni cheklash tizimligiga kirgizilgan taqdirda 60 kun ichida mahsulotning oxirgi ishlatilish o'rni haqida Amerika tarafini isbot bilan ta'minlashi kerak ekan. Demak, agar ichki saqlag'ich o'zak ishlab chiqaruvchi Changjiang 60 kun ichida Amerika Savdo ministrligining tekshirish bosqichidan o'tolmasa, eksport cheklanadigan o'rin tizimligiga kirgizildi ekan. Ma'lum bo'lishicha, Amerika bilan Xitoy orasidagi ziddiyat barg'ancha yuqori o'rlagan bo'lib, 12 dekabr Xitoy Savdo ministrligining bir yuqori darajalik amaldori Amerikani ayblab, Amerikaning davlat bexatarlik hukumini uzluksiz kengaytib, eksport kontrol qilish huquqidan qalaymaqon foydalanganligini, normal xalqaro savdoga to'sqinlik qilish va xalqaro iqtisodiy va savdo qoidasiga xiloflik qilganligini ilgari surgan edi. Shundaqla Xitoy yana Amerikaning mazkur cheklamalarga qarshi Dunyo savdo tashkilotiga mo arz qilgan edi. Amerika Xitoy Hindiston chegara to'qinishini yaqindan ko'zlayotganligini bildirdi. Amerika Mudofaa ministrligi amaldorlari Xitoy Hindiston chegarasidagi o'zgarishlarni yaqindan ko'zlayotganligini va Hind Tinch okeandagi sheriklarining bexatarligiga kafolatlik qiladiganligini bildirdi. Amerika ovozining 14 dekabrdagi xabarida bildirilishicha, Bashburjaklik bino amaldorlari Amerikaning Xitoy Hindiston o'rtasidagi amaliy kontrol liniyasi bo'yida davomli askar ko'paytib, harbiy aslahalar qurilishi qilganligiga diqqat qilayotganligini bayon qilib, Amerika davlat mudofaa ministrligining Hindiston bilan Xitoy o'rtasida davom qilayotgan amaliy kontrol liniyasidagi vaziyatning taraqqiyot ahvolini yaqindan ko'zlayotganligini bildirgan. Bashburjaklik binoning bayonotchisi Havo armiya qo'mondoni Pat Ryder 13 dekabr qarallik muxbirlarni kutib olish yig'ini tashkillagan. Yig'inda muxbirlar Pat Ryderdan Amerika davlat mudofaa ministrligining oldingi hafta Xitoy bilan Hindiston armiyasi o'rtasida yuz bergan to'qinishdan andisha qilgan yoki qilmaganligi, Amerika tarafining Hindistonning Xitoyning harbiy tahdidiga taqobil turishi uchun texmo ko'p harbiy yordam berishni xohlaydigan yoki xohlamaydiganligini so'ragan. Ryder muxbirlarning savoliga Xitoy Amerikaning Hind Tinch okean rayonidagi ittifoqdoshlari va sheriklariga qarata texmo qattiq ig'vogarchilik qilmoqda. Buni ko'rsatib o'tish intayin muhim. Biz sheriklarimizni kuchlik bexatarlik kapolati bilan ta'minlaymiz. Shundaqla Hindistonning jiddiy vaziyatni pasaytirish uchun qilgan tirishchanligini butunlay qo'llaymiz deb javob bergan. Hindiston armiyasi bilan Xitoy armiyasi 9 dekabr Hindistonning Arunachal Pradeshdagi chegara rayonida to'qnashgan edi. To'qnashda har ikki tarafning askarlaridan yaralanganlar bor bo'lib, Xitoy taraf texnicha to'qnashga munosabatlik uchurlarni oshkorlamagan edi. Hindiston taratqullari Xitoy va Hindiston askarlari o'rtasida 9 dekabr aniqsiz chegara liniyasini belgilaydigan amaliy kontrol liniyasi bo'yida yuz bergan to'qnashda ikki tarafning askarlarining bir qismining yaralanganligini, 300 dan ortiq Xitoy askarining 17 ming inglizcha sekildigan cho'qqiga hujum qilishga uringanligini, ammo Hindiston askarlarining to'sqinligiga uchrab maqsadiga yetolmaganligini bildirgan edi. İran prezidenti Xitoydan to'lam talab qildi. İran prezidenti Xi Jinpingning Saudiya Arabistonga tutgan maydoniga norozi bo'lib, Xitoydan to'lam talab qilgan. Fransiya xalqaro radiosining xabarida bildirilishicha, İran tashqi ishlar ministrligining organ to'ri bekiti 13 dekabr maqola e'lon qilgan bo'lib, maqolada ikki davlatning munosabatini taraqqiy qildirish uchun Xitoyning muavin bosh ministri Hu Chunhua 13 dekabr iqtisod va savdo vakillari o'mikini boshlab Ironga ziyoratga kelganligini, Xitoy ziyorat o'mikining İran prezidenti İbrahim Raisi bilan ko'rishganligi tilga ilingan. Prezident raisi uchrashishda Hu Chunhuaga Xi Jinpingning yaqinda Saudiya Arabiston ziyorati jarayonida o'ttirib qo'ygan
Arab ellerini qo'llash haqidagi bir qism siyosiy maydonlari Iran xalqi va hukumatining noroziligini qo'zg'adi. Iran bu masalada Xitoydan jiddiy to'lam talab qiladi degan. Ko'rishda Xitoyning muavin bosh ministri Hu Chunhua Iran prezidenti raisiga Xitoy Iran Islom Jumhuriyatining egilik huquqi va zamin butunligiga hurmat qiladi va Iranning asosiy manfaatini qo'g'dash tirishchanligini qo'llaydi deb ta'kidlagan. Xi Jinping o'tgan hafta Saudiya Arabiston ziyorati jarayonida atalmish Xitoy Xalq Jumhuriyati bilan Saudiya Arabiston podshohligining umumyuzlik strategik hamrohlik munosabati kelishimi imzolagan edi va yig'in xitobnomasidagi ba'zi so'zlar Ironni g'azablantirgan edi. Xitoy diplomatlari Angliyadan qochib ketdi. Angliyaning Manchesterdagi Xitoy bosh konsulxonasidagi 6 Xitoy diplomat haqida tekshirish boshlangan bir paytda ularning Xitoyga qochib ketganligi bildirildi. Qrim xabar agentligining bugungi xabarida bildirilishicha, Angliya diplomatlari hukumatning bu jihatda texmi keskin tadbir qo'llanishi kerakligini ta'kidlagan. Angliya amaldorlari namoyishchilarni urg'an lukchak Xitoy diplomatlari to'g'risida biz ularni necha hafta ilgari qo'g'lab chiqarishimiz kerak edi deyishgan. Bu yil 16 oktyabr Xitoyning Angliya Manchesterdagi bosh konsulxonasining oldida namoyish qilmoqchi bo'lgan bir Hong Konglik namoyishchi Xitoy bosh konsuli Jing Shiyuan va uning odamlari tomonidan konsulxona ichiga so'rab akirilib urilgan edi. Mazkur voqeadan keyin Angliya hukumati Xitoyning bosh konsuli va boshqa 5 diplomat ustidan tekshirishni boshlagan edi va Xitoydan 6 diplomatning diplomatik imtiyozini bekor qilishini talab qilgan edi. Lekin Xitoy taraf bu talabga javob qaytarmagan bo'lib, tekshirishning davomlashishiga ergashib, Manchesterdagi Xitoy bosh konsul Jing Shiyuan qatorliq Xitoy diplomatlarining oldirab Angliyadan ayrilganligi bildirildi. Bu haqda Angliyaning parlament a'zolari bu voqeaning qanday hal qilinganligiga ko'ngil bildirganligini bildirdi. Kabinetda vazifa o'tagan sobiq konservativlar partiyasining rahbari Ian Duncan Sims hukumatimiz Manchesterdagi tinch demokratik namoyishchiga qaratilgan ochiq-oshkora hujumga mas'ul kishilarning Angliyadan bundoq tinch holatda ayrilishiga yo'l qo'yishdan boshqa ish qilishi kerak edi. Xitoyning ularni qaytirib akitishiga yo'l qo'yish adolat emas. Biz ularni necha hafta ilgari qo'g'lab chiqarishimiz kerak edi, dedi. Angliya Avam palatasi tashqi ishlar komitetining raisi Alekia Kernes 6 Xitoy diplomatining kelgusida Angliyaga qaytib kelishini oldini olish uchun ularning xohlanmagan shaxs deb jakarlanishini talab qildi. Kernes so'zida Angliya xalqi davlatimizda jinoyat o'tkazganlarning tegishli oqibatga duchor bo'lishini umid qiladi. Namoyishchilarga hujum qilgan Xitoy diplomatlari qo'rqinchoqlardek Angliyadan qochib, o'zlarining jinoyatini oshkorladi, dedi. Angliya tashqi ishlar vaziri James Cleverly Xitoyning 6 diplomatni vazifasidan elib qaytirib ketganligi haqida bayonot e'lon qilib, Xitoyning ularni vazifadan elish qarorining soqchilarning gumondorlarni so'roq qilmoqchi bo'lgandan keyin chiqarilganligini bildirib, men bu kishilarning so'roqqa tortilmaganligi va adolatga topshirilmaganligidan umidsizlandim. Qandaqla bo'lmasin, Manchesterdagi numussiz ahvollarga mas'ul kishilar endi Angliyadagi konsulxona xodimlari bo'la olmaydi. Talabimizga asosan Xitoy rejimi bosh konsulni o'z ichiga olgan amaldorlarini Angliyadan elib ketishni qaror qildi, dedi. Manchester soqchilarining bayonotida namoyishni cho'radigan voqealarning davomli tekshirilganligi o'tirg'i qo'yilgan. Amerika Xitoy va Shimoliy Koreyaga qarshi Janubiy Koreyada yangi baza qurdi. Xitoy bilan Shimoliy Koreyaga qarshi Janubiy Koreyada Amerika olam armiyasi Koreya qo'mondonlik organi qurildi. Xitoyning Tinch okeandagi harbiy ta'sirining kuchayishiga ergashib, Amerika Shimoliy Koreyaning yadro va boshqariladigan bomba tahdidi oldida rayon ittifoqligini kuchaytirmoqda. Koreyaning poytaxti Seulning janubiga 65 kilometr keladigan Pyeongtaek rayonidagi Osan havo armiya bazasida yangi qo'mondonlik o'rni qurildi. USFK qo'mondoni Paul Lacamera mushu maqsadda o'tkazilgan marosimda so'z qilib, yangi qo'mondonlik shtabining Amerikaning mudofaa iqtidorini oshiradiganligini aytdi. Shimoliy Koreya yarim oroli va Sharqiy Shimoliy Osiyo bexatarlik va tinchlikka kafolatlik qiladi. Amerika olam qatnashi qismlari Janubiy Koreya orqali ittifoq va Koreyaning mashg'ulot sohasidagi nurg'un sohaga ta'sir ko'rsatadigan harakatlarni texmi yaxshi elib bora oladi, dedi. Amerika olam qatnashi qismining Hind Tinch okean qo'mondoni brigada komandiri general Antoni Mastaler bu yangi qo'mondonlik shtabining Amerikaning Hind Tinch okean rayoniga bergan va'dasiga vakillik qiladiganligini bildirib, Xitoyning tahdidiga ergashib Hind Tinch okean mas'uliyat doirasi bizning eng muhim ishimiz. Bu buyruqning o'tirg'i qo'yilishi bizning erkin Hind Tinch okean va'dimizni ta'kidlaydi, dedi.
Amerika Alam Qatnaşı Armiyasining Koreya qo'mondoni bo'lib vazifa o'taydigan Joshua McCulley shimolimizda mavjud tahdid bor. Bu tahdid zarur tepilganda to'sish, taqobil turish va yo'q qilishga tayyor turishimiz kerak bo'lgan tahdiddir dedi. Yangi qo'mondonlik Amerikaning chet eldagi 2-olam boshlig'i qo'mondonlik shtabi bo'lib xizmat qiladi. USFK bayonotiga qaraganda yangi qo'mondonlik boshqariladigan bombadan mudofialanish mashg'ulotiga markazlashgan bo'lib, ballistik boshqariladigan bomba siniqini dal vaqtida bayqashni o'z ichiga oladi va Shimoliy Koreya va Xitoyni o'z ichiga olgan rayondagi o'xshamagan nuqtalardan qo'yib berilgan boshqariladigan bombani analiz qilish, bayqash va iz qo'g'lashni o'z ichiga olgan vazifalarni o'rinlaydi. Navbatda Janubiy Koreyada 28 mingdan ortiq Amerika askarining o'rinlashganligi ma'lum. Xitoy harbiy istixborot sun'iy hamrohini olam boshlig'iga qo'yib berdi. Xitoy Iroqdan sezish iqtidoriga ega Yovgan tiplik harbiy istixborot sun'iy hamrohini olam boshlig'iga qo'yib berdi. Turkiya ovozi radiosi Xitoyning Xinhua agentligining xabarini naql qilib, Yovgan 36 tiplik 3 sun'iy hamrohning uzun safar D2 raketasi bilan Sichuan o'lkasidagi Shichang sun'iy hamroh markazidan olam boshlig'iga qo'yib berilganligini, sun'iy hamrohlarning planlangan orbitadagi o'rniga qo'nganligini xabar qildi. Igilnisha bu Xitoyning uzun safar nomli raketa bilan 455 qatimliq sun'iy hamroh qo'yib berishi ekan. Yovgan 36 sun'iy hamrohlarining tunji turkumi 26 sentabrda, ikkinchisi 14 oktyabrda, uchinchisi 27 noyabrda qo'yib berilgan edi. Xitoyning mazkur harakatlariga Amerika va rayondagi davlatlar yaqindan diqqat qilmoqda. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi xabarimiz mushada oxirlashdi. Atigi programmamizni ko'rishgacha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.